beshta bo'lim bor. O'sha 5 ta bo'limdan bu kabinetingizni boshqarib turasizlar. Mana shu 5 ta bo'limdan kabinetlaringizni boshqarasizlar. Pulni bu nimaga, koshelokni ichiga o'tkazish uchun, betketdan Citro o'tkazish uchun nima qilinadi? Mana bu yerda hamyon bo'limiga kirasizlar. Hamyon bo'limiga kirasiz. Bu faqatgina betketdan o'tkazish uchun emas. O'zi kabinetingizga kirgan vaqtingizda o'zi mana shu hamyonda turadi. Mana bu yerda общий bajarilgan operatsiyalar, boyagi har bir kimdandir kimgadir o'tkazganingiz yoki ishlab topilgan pul hammasi mana shu yerda yozilib hisoblanib turaveradi. Mana hammasi yozilib ketaveradi. 10, 20 plus bonus hammasi kelaveradi, mayda qo'shilib. Endi mana bu yerga qaraymiz. Bu yerga qaraymiz. Mana bu kabinetingizni ichidan Citronus koshelokni ichiga o'tkazish uchun nima qilinadi? Mana yechib olish. Kabinetingizni ichidagi pulni 100 litr qilmoqchi bo'lsangiz, kimgadir o'tkazib berish emas. Shunday 100 litr qilmoqchi bo'lsangiz, mana bu yechib olishni bosasizlar. Yechib olishni bosib, mana bu yerga o'sha Citronus koshelok bor. O'sha koshelokdan manzil olib kiritasiz. Manzilingizni nusxalab kelasizda, mana bu hamyon manzili degan joyga joylaysizlar. O'sha joyga joylaganingizdan keyin mana bu yerga miqdoriga qancha yechmoqchisiz? Masalan, 1000 Citro yechmoqchimisiz? Mana 1000 Citro. 1000 Citro'ingiz bo'lib tushadi, boradi. 1000 Citro hozir mana yo'q menda. 747 yozamiz mana. 747 ni yozadigan bo'lsak, o'zi mana bu yerda komissiya yo'q. Mana 0,1%. 0,1% degani bu umuman yo'q hisobida. Ana shunaqa. Mana bu yerga hamyon manzil kirgizganingizdan keyin o'tkazma, emaildan tasdiqlash o'zi o'tib ketadi. Endi kabinetni ichiga Citro tushirish qanday bo'ladi? Kabinetni ichiga Citro tushirish mana bu yerda to'ldirish degan joyi bor. O'sha to'ldirish degan joyini bosasiz. Mana bu yerda mikrofonni o'chiraylik. Qotib qoldi ekran. Hamma gap. Da, ekran qotib qoldi. Endi ko'rinyapti. Xo'p. Endi qarang, mana buni ichiga qanaqangi ko'rinishlarda to'ldirish mana bo'limlar bor. 4 xil bo'lim. Xohlang Citro'ni o'zini tashlamoqchimisiz? Citro o'zini tashlamoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, mana bu yerga yozasiz.